Do'stlar, hozir keyingi lokatsiyaga yetib keldik. Hozir o'quvchimiz bilan tanishamiz va ularning fikri haqida bilamiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshimizmi? Rahmat. Gulbahor opa, hozir sizdan fikrlaringizni bilamiz, kurslar haqida, robotlar haqida va o'zingiz savollaringiz bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri menga berishingiz mumkin. Men hamma savollaringizga mana shu jarayonning o'zida javob beraman. Xo'p, shu tushunmaganim yaxshi, lekin hammasi har kun pul yig'yapti. Yolg'on emas ekan, boshida ishonmagandim. Qo'rqib bordim. Birov kelib maslahat berib, polnis tushuntirib berishdi hammasini. Borib o'sha kundan beri sразу ishlayapti, ular bergan kundan beri. Bo'ldi, qolgan savollaringiz bo'lsa hammasini ko'rsatib beraman. Gulbahor opa, qanaqa savollaringiz bor yoki fikrlaringiz bor, hammasini aytishingiz mumkin. Kursimizni qachon olgandingiz? O'sha fevral boshlarida olganman, yanvar oxirida. Har doim darslar bo'ladi, kechqurun bo'ladi, hozir kunduzgi o'tgan. Darslarga qatnashaman. Tushunganimcha tushunyapman, savol beraman, javob berishyapti sразу. 25 fevralda robot sotib oldim. O'sha kundan beri ishlayaptim. Ishlab kelyapti. Nima uchun aynan MyFix Pro kompaniyasini tanladingiz? Instagramda reklama ko'rib o'tirib, keyin aloqaga chiqishdi sразу ishchilar. Keyin keling deyishdi, tushuntirib berishdi. Boshida ishonmagandim. Keyin hozir yaxshi ishlayapti har kun. Juda yaxshi. Qo'shimcha daromad sifatida o'zim shu yerda ishlayman. Oshpaz bo'lib, qo'shimcha daromad. Keyinchalikka direktorimiz ham aytdilar, kompyuter xona ham qilib beraman dedilar, ishlasangiz, o'tirib ishlashingiz. Juda ham yaxshi, yaxshi inson ekan direktorimiz. Siz zo'rlar direktor. Shunchalik sharoit qilib berasiz. Hamma ishchilarni hurmat qiladilar, qo'llaridan kelgancha yordam beradi. Juda yaxshi, rivojlanish uchun yordam bersa. Xo'p, kitob bo'yicha yoki kurslar bo'yicha qanaqa savollaringiz bor, bemalol berishingiz mumkin. O'sha sohaga mana anaqalar bor, svechalar deydi, o'shalarga tushunmayman. Xo'p, nimani belgisi bo'ladi? Oddiy narsa. Hozir bitta grafik misolida ko'rsataman. Mana grafik. Qarang, mana grafik, kitobda chizilgan grafik bo'yicha bu joyda narx, kotirovka deydi. Bu narx. Narx tepadan pastga harakat qiladi, bu yerda vaqt o'tadi. O'shani natijasida, misol uchun, oddiy bozorga borsangiz, kartoshka, sabzi, piyoz yoki go'sht narxi oshib tushaveradi. Shunaqa misol uchun nuqtachalar hosil bo'ladi-da, narx nuqtachalari 10 so'm, 500 so'm, misol uchun 5100 so'm, 10200 so'm degan nuqtacha hosil bo'ladi, narx nuqtasi. O'sha nuqtachalarni birlashtirib chiziq chizishadi. Keyin u chiziq ustiga mana shunaqa shamlarni qo'yishadi. Mana bu ko'rinishdagi svecha deyiladi ekan. Svechalar o'sha shamlari qo'yiladi mana bu ko'rinishdagi. O'shandan keyin grafiklar hosil bo'ladi. Hosil bo'lishi shunaqa. Endi uni sotib olish uchun qulay narxlar bor, sotish uchun qulay narxlar bor. Bu yog'i mana bu yerda ko'rsatilgan. Mana misol uchun olish uchun, sotish uchun qulay narxlar, qanaqa reaksiyalar beradi, hammasini etap-etap ko'rib ketaverishingiz kerak. Boshidagi qismi u savdo platformalari qismi. Bu yoqlariga kelib, mana bu joylarda o'sha grafiklar ko'rsatilyapti. Qayerda kirish kerak, mana support, ya'ni narxi tepaga ko'tariladigan, nima uchun ko'tariladi, nima uchun tushib ketadi, mana bu joyda izohlarni, misol uchun 351-rasm, nima izohlarini hammasi bilan ketma-ketlikda ko'rsatilgan. Shuni o'qib, tushunib, sekin jonli darslarda bajarib ketaverasiz. Jonli darslarda ham hammasida qatnashishingiz kerak. Agar qatnasha olmasangiz, videosi tashladi, videosini ko'rishingiz kerak. Savol-javob qismi beradi. Jonlida qatnashganingiz yaxshi tomon. Savol-javob uchun vaqt beraman, o'shalarni tushuntirib berishadi. Support ham bor. Support xizmati yozishyapsizmi? Support xizmatiga yozsangiz javob beradi. Support plus supportdan so'rasangiz boti bor. AI boti borda, sun'iy intellekt orqali ishlaydigan. U ham sizga javob beradi. 3 ta tomondan javob olaverasiz. Undan tashqari kitob, Gmailga berilgan video darslik. Kitob bu yerda Gmail o'zida 20 tadan oshiq darslik, u yoqda yana jonli darslar saqlanib qilinganini o'zi 30 taga yetib qoldi. Jami 50 ta darslik bor. Siz ko'rishingiz uchun, siz bu ko'rishingiz, bajarishingiz uchun 50 taga yaqin darsliklar bor. Bu har hafta ko'payib ketaveradi. Xuddi shunaqa hammasini kitobda o'qiysiz. Aytaylik, kitobda trend mavzusi bo'lsa, bu yerda videoda ham o'sha trend mavzusini ko'rasiz. Jonli darslarda ham ko'rib boraverasiz. Va jonli darslardagi barcha topshiriqlarni ham bajarib borishingiz kerak. Jonli darsda ham uyga vazifalar beriladi. Kitobni ketma-ketligi bo'yicha, qarang, tushuntirib beraman, ketma-ketligi bo'yicha o'zi nimalar borligi. Xo'p, kitob ichidagi mana bu qismlari sizga qulayroq bo'lsin. Bu joyda kirish, nazariy qismlar, trader nima, qanaqa bozor turlari bor, fondlar, misol uchun aksiyalar bozori, kriptovalyuta bozori, valyuta bozori, metallar bozorlari haqida berilgan. Undan keyin fondlar, keyin savdolar qanaqa, spot savdosi, marginal savdo, texnik tahlil nima, fundamental tahlil nima tushuntirilgan. Fundamental tahlil yangiliklar bilan ishlash, texnik tahlil mana shu grafiklar bilan ishlash.
Bundan tashqari tushunib o'qiganingizda yana qo'shimcha bo'ladi. Bundan tashqari ketyapti уже mana lot. Bu yoqlari platformaga kirishni boshlayapti. Lot nima, qanaqa qo'yiladi, komissiya nima, spread swap, valyuta paralari, spot savdosi nima, take profit nima, ya'ni savdo qilishingiz uchun kerak bo'ladigan instrument. Savdo jarayonida buy sell bo'ladi-yu, uni stop loss, take profit nima, qanday qo'yiladi, amaliy tarzda ko'rsatilgan bular. Bu уже nazariy qismdan amaliy qismga o'tishni boshlagan joyi. Keyingisiga o'tamiz. Punkt pips, ya'ni narx qadamlari, misol uchun boya aytgan nuqtalar dedim, o'sha nuqta xuddi odamdek qadam tashlab yuradi. Time frame, keyin time frame eshitgan bo'lsangiz, misol uchun oylik time frame, haftalik, kunlik, 4 soat, 1 soatlik time framelar, mana shu bo'laklar, ya'ni grafiklar, shamlar. Undan tashqari grafiklar shakllanishi, shamli grafik bor, barli grafik bor. Shamli, mana bu grafiklar shamli grafik. Xuddi shuni tanasiz barli grafiklari bor. O'shalar qanaqa shakllanishi bilan chizib ko'rsatilgan. Orderlar, o'sha order qanaqa turlari bor, buy bor, sell bor, kechiktirilgan buy limit, sell limit hammasi ketma-ket ko'rsatilgan. Undan tashqari o'sha buy qanday shakllanadi, sell qanday shakllanadi, algoritmik savdolar, CFD, ECN, u yog'i o'sha mana texnik qismga kirishni boshladi. 155-betda texnik qism. Trend nima? Narx pastdan tepaga chiqishi yoki tepadan pastga tushishi, komissiyasi, range, spread swoplari, bundan tashqari mana sotib oluvchilar va sotuvchilar bozordagi o'rni. O'sha aytilganidek, olish va sotish uchun qulay narx bor bozorda. Grafikda mana ko'radigan bo'lsak, grafiklarda mana bu joyda mana misol uchun sotish uchun qulay narx, olish uchun qulay narx. Bu yoqda boya ko'rganimizda vaqt yuradi, bu yoqda narx kotirovkalar yuradi. Bo'ldi. Shuna asosida mana bunday olish, sotish qulay narxlari shakllanadi. Mana shu narx darajalariga nisbatan reaksiyalar bilan savdoga kirasiz. Bu hammasi kitob ichida ham, video darslarda ham, jonli darslarda ham ketma-ket nima qilinadi, ko'rsatib ketiladi. Undan keyin ketadi statika, dinamika, narxi, o'sha resistance yuqoridagi boyaga darajaga yetib borganda qanaqa bo'ladi, pastki darajaga yetib borganda qanaqa bo'ladi. Wall Street strategiyasi, trend sinishi, ya'ni boyagi joydan tushib ketib qolyapti-yu, narx o'syapti-da birdaniga tushib ketadi yoki ko'tarilib ketadi. O'shalar qanday bo'lishi ko'rsatiladi. Xo'p, bu yerda keyin tarixiy darajalar, boyagi chiziqlar bor. Tarixiy darajalar hozirgi narxlarga ta'sir, u orqali savdoga kirish tochkalari bo'ladi. Narx siqilishi, misol uchun narxi aytaylik ba'zi joyda boradi, shamlar boradi. Misol uchun mana bu daraja bo'ladigan bo'lsa, o'sha darajaga shamlar boradi, ba'zida yorib o'ta olmasdan tushib ketishi mumkin. Ba'zida o'sha darajaga borib turib, nima qilib ketishi, yorib o'tib ketishi mumkin. Xuddi shu narsalar ko'rsatilgan bo'ladi. Ya'ni narx siqilishda yorib o'ta olishi, yorib o'ta olmasligi, undan keyin yuqoriga, pastga bo'lishi buni. Undan keyin dinamika, narxi, mana grafiga shamlarni ko'rgan bo'lsangiz, mana bunaqa yurak urishiga o'xshab titrab yuradi yoki bitta temp bilan chiziqli yuradi. Xuddi mana shu narsani dinamika, statika deb ajratiladi. Statikasi o'sha yurak urishiga o'xshab titrab yursa, bu statika. Agar impuls bilan bir tarafga ketma-ket shamlar bir tarafga o'tsa, ketma-ket pastga tushsa, bu dinamika bo'ladi. Xuddi shunaqa. Atarga keladigan bo'lsak, kunlik energiya oddiy. Siz tushuntiradigan bo'lsam, aytaylik, har kuni uxlaysiz-ku, misol uchun kunlik energiyangiz bor. Siz misol 6 soat, 8 soat yoki 10 soat ishlaysiz, keyin uxlab dam olasiz. Xuddi shunaqa bunda ham narxda ham energiya bor. Misol uchun boya aytganim ikkita tepa-pastdagi daraja bor, undan ungacha bo'lgan energiya bor. Boya aytgan fundamentalda yangiliklar bor, u yangilikga kuchli energiyasi bor, narxi chiqarib yuborish yoki tushirib yuborish bor. O'zini kunlik energiyasi bor. Har kuni misol uchun aytaylik, sodda qilib tushuntirgan 200 qadam yurgan bo'lsa, har kuni o'rtacha 200 qadamdan yuradi. Misol uchun 180 qadam yurgan bo'lsa, bugun u instrumentda savdo qilishi shart emas, energiyasi tugadi. Ertaga yoki 180 qadam yurib turib, qaysidir darajaga kelib, qarshilik zonaga kelib qolsa, uni katta ehtimol bilan yorib o'ta olmaydi. Uni teskarisiga ishlashingiz mumkin. Xuddi shunaqa holatlar bo'ladi. Undan keyingisi paranormal barlar. Misol uchun, oddiy shamlar buncha-buncha kichkina bo'layotgan bo'lsa, bu sham katta, bir qajli katta bo'lishi mumkin. Misol uchun, har biri 5 sm dan ketayotgan bo'lsa, bu 4 barobar 20 yoki 30 bo'lib turib, mana shunday katta qadamlar bilan bo'lishi mumkin. Undan keyingisi yorib o'tishlarda boya aytganimdek aldamchi, ya'ni narx boryapti-da, ma'lum bir darajaga yetib boryapti-da, o'sha darajani yorib o'ta olmasdan qaytib ketyapti yoki pastga tushyapti, yorib o'ta olmasdan qaytib ketyapti. Ana shu narsalar nima bo'ladi? Aldamchi yorib o'tish. Yorib o'tyapti deb o'ylaysizda, lekin nima qiladi? Yorib o'ta olmaydi. O'sha paytda pul bo'lsa, o'sha paytda savdoga kirasiz. Siz yorib o'ta olmasligiga kirasiz. Uning uchun yorib o'tishiga yoki mana misol uchun yorib nima qila olmayapti? Yorib o'ta olmayapti, ko'rdingizmi? Kelyapti, yorib o'ta olmayapti. Siz pastga qarab selga ishlaysiz. Mana bunday tarzda yorib o'ta olmasa, siz tepaga qarab bayga ishlaysiz. Hammasi mavzulashtirib, mana ketma-ket o'qiysiz-ku. Video dars, kitob, amalda bajarish, supportdan, shu support xizmatidan olasiz-ku ma'lumotlar. O'shani birgalikda olib ketsangiz, hammasini o'zi kitob sekin bosqichma-bosqich sizni ko'tarib olib boradi o'sha darajaga. Keyingisi. Xo'p, bu joyda
narxi kelishi ham keyingi safar misol uchun bitta narxga keldi 10 ming so'mga keldida 1-2 oydan keyin keladimi yo 1 kunda keladimi o'sha holatlarda yorib o'ta oladimi yo'qmi bu narsalar ko'rsatilgan. Undan keyingilari ham mana money management, risk management, pulingizni qanaqa boshqarish, qanaqa qilish hammasi bu yerda prop kompaniyalar ketma-ket o'zi sizni bosqichma-bosqich tayyorlab olib boradi. Agar bir marta tushunmasangiz 2 marta, 3 marta o'qing, qiling, hammasini bajaring. Xo'p, kitob bo'yicha yoki kurs bo'yicha qanaqa savollaringiz bor yana? Kurs bo'yicha shu, men o'zim ishlay olamanmi hali, lekin o'qishim kerakmi qancha? Xo'p, hozirda o'qib tugatishingiz kerak. Ya'ni bu kitobni oxirigacha o'qib tugating, ko'ring, hammasini video dars, o'sha 20 ta Gmailga berilgan 20 tadan oshiq video dars, plus hozir 30 ga yaqin bu jonli darslar, har hafta bo'layotgan, har hafta 3 ta qo'shilaveradi. Misol uchun bir oyda 12 ta dars qo'shilib qoladi bizda. Bu bir yilda juda katta bazaga aylanadi. Jonli darsda ham savol bering, supportga ham savol bering. Kitobda yozilgan hammasi o'tida Wall Street trading strategiyasi va Wall Street deyishga sabab aynan mana shu Amerikada joylashgan Wall Street bu bozorlarda, birjalarda dollar bazaviy qilib olingan. Dollar bazaviy qilib olingan, bu bozorda dollar va oltinning eng katta hajmi bor. Shu oltin va dollarning eng katta hajmi Amerikaga to'g'ri keladi. Amerikada u boshqaruvi esa aynan Wall Streetga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham aynan bu kitobdagi ma'lumotlar boya aytganimdek bu yoqda vaqt o'tyapti. Misol uchun mana buni ekrandasangiz, bu yoqda vaqt o'tadi, bu yoqda narx harakatlanadi. O'shanda nuqtalar hosil bo'lib, narx chiziq, uni ustiga grafik chiziladi. Ana shu grafikning orqasini tushunishingiz kerak. Wall Street aynan mana shu narsani tushuntirib yetkazadi sizga. Aynan o'shani tushunib olganingizdan keyin siz to'liq tushunib Wall Street tushunganingizdan keyin farqi yo'q. Xohlasangiz oltinda, xohlasangiz neftda, xohlasangiz boshqa metallarda, xohlasangiz xomashyoda, xohlasangiz kriptovalyuta, umuman farqi yo'q. Ishlayverasiz hammasini. Qanday statistika qilish, har bir instrument qanaqa qilib o'zini o'rganib chiqish hammasi ko'rsatilgan. O'sha bo'yicha bajarsangiz bo'ldi. Ko'rgan bo'lsangiz bizda misol uchun o'quvchilarda ham o'sha videolar yoki natijalarni ham qo'yamiz. Har xil misol uchun 500 dollardan bir necha mingga olib chiqqani bor yoki 10 ming dollarlik esa o'zlari ishlagan. O'zini pulini kiritib, kimdir brokerskiy kompaniyada ishlaydi, kimdir prop kompaniyada ishlaydi. U o'zini xohishidan kelib chiqadi. Shu tushunasiz o'zi o'sha kitobni oxiriga yetib borsangiz. Hop, brokerskiy kompaniya siz o'zingiz aytaylik 500 dollar, 1000 dollaringizni qo'yib o'sha bilan ishlaysiz. Prop kompaniyada misol uchun 10 minglik, 15 minglik, 25, 50, 100, 200 minggacha bo'lgani bo'ladi. Investitsion bilimingiz yetarli, bilimi bor treyderlar imtihonlarini olib turib, imtihonni evaziga ma'lum bir pul to'lab turib, imtihondan o'tadi, o'tib bo'lgandan keyin pulini qaytarib beradi. O'sha ikki bosqichli imtihon, birinchi bosqichda o'rtacha 8%, 10% depozitga nisbatan foyda qilishingiz kerak. Ikkinchi bosqichda 4%, 5% qilishingiz kerak. Uchinchi bosqich real. Real bosqichda aytaylik siz 1000 dollar ishlaydigan bo'lsangiz 80%, ya'ni 800 dollar sizniki, 200 dollar u kompaniyaniki bo'ladi. Prop kompaniya shunaqa ishlaydi. Investitsion kompaniyalar. U endi o'zingiz ixtiyoringizda, agar mablag'im yetarli desangiz, brokerskiy kompaniyaga pul kiritib ishlashingiz mumkin. Agar yo'q, menda misol investitsiya olmoqchiman desangiz, investitsion kompaniyalar bilan ishlashingiz mumkin. Broker bilan ishlaydigan bo'lsangiz, hozirgi kunda O'zbekistonda yaxshi pul yechib berayotgan, kiritishda va chiqarishda muammo bo'lmayotgan XM va XNES brokerlari. Ancha ko'p narsalar tushunib yetasiz. Misol uchun agar sizda nimalar bor, nimadan o'rganishni bilmayotgan bo'lsangiz, bir marta kitobni to'liq o'qib chiqing. O'tiringda, hech narsa qilmaysizda o'tirib, bemalol kechki paytmi, kunduzimi yoki hech kim xalaqit bermaydigan payt o'qib chiqing. Bir martada tushunasiz bo'lishi mumkin, chunki prosta o'qib chiqyapsiz uni. Aslida bajarib qilish kerak. Sizda mana shu kitobning ichida nimalar borligini bilish uchun, ko'rish uchun bir marta o'qib chiqing. Undan keyin sekin hammasini bajarib chiqishni boshlang. Sizda bir marta o'qiganda hammasi rejalari paydo bo'ladi, umumiy bozorni tushunasiz. Undan keyin hammasini bajarib chiqqaningizdan keyin уже ishlashni boshlaysiz. Xo'p, qanaqa savollaringiz bor yana? Keyin robotdagi pul slif bo'lib ketmaydi. Xo'p, robotdagi pulingiz, o'zingiz pul kiritish va pul yechish hamma narsasi o'zingizda turadi. Endi u brokerskiy kompaniya chet ellik, chet el kompaniyasi bizga yoki boshqa odamga bog'liq emas. Robotni prosatkasi bo'yicha robotda risklari bor. Kompaniyani puli turadi. Misol uchun bu joyda kompaniyada ishlaydigan menejerlar o'zini pullari bor. Ya'ni o'zimiz ham kiritamiz, o'zimiz ham ishlaymiz. Misol uchun 10 ming dollarlik shotni ko'rdingiz. 40 kun ichida 40 kunning ichida 4,5 ming qo'shdi 10 ming dollarlik shotga. U 20 mingga olib chiqildi. U ishlayapti отдельно. 50 ming dollarlik bor, 30 ming dollarlik bor. Da, o'zimning shotim turadi, boshqa insonniki, kompaniyaniki turadi. Kompaniyani umumiy kompaniyaning ichidagi odamlar kiritgan shot tashqaridan kirgan shotdan ko'ra kattaroq.
Ya'ni misol uchun biz o'zimiz ham mana shu narsani risk qilib turib ishlab ketyapmiz. Yechib ketaveramiz. Reinvestitsiya qilamiz. Hamma har xil, kimdir bir hafta yechadi, kimdir har kuni yechadi. Kimdir misol uchun bir oyda bir yechadi, kimdir 1-2 oyda bir yechadi. Hamma o'zini ixtiyoridan kelib chiqadi. Hozir mana shu $1000 pul bir oyda qancha foyda keltiradi? Xo'p, reinvestitsiya qilib ketsangiz, qarang, reinvestitsiya qilmasangiz 20-25%, reinvestitsiya qilib ketsangiz minimum 20% dan 30-35% gacha. Bu standart tarifida. VIP tarifida bo'ladigan bo'lsa minimum 20-25 dan boshlab maksimum 45 gacha. VIP tarifida. VIP tarifida minimum 5000, endi hozir o'sgan bo'lishi mumkin, ya'ni o'sish kutilayotganda bu oydan уже 10 000 ga chiqadi, chunki ko'paydi. Investorlar hajmi ham ko'paydi, chunki serverda soni cheklangan. Shuni hisobiga kattaroq summa qo'yiladi. Bu bo'yicha o'zi reinvestitsiya qiladi. VIP tarifida siz reinvestitsiya qilishingiz shart bo'lmaydi. O'zi mustaqil tarzda reinvestitsiya qilib ketaveradi. Robot o'zi qilib ketaveradi. Aytaylik, bu yerda standart tarifda 2 ta yoki 3 ta savdo ochsa, unda 2 tadan 5 tagacha savdo ochadi. Shuni hisobiga u ham reinvestitsiyani avtomatik qiladi, ham ko'p savdo ochadi. O'zi savdo qiladi. Shuni hisobiga foiz hisobida minimum 25-30 dan 45 gacha olib chiqib tashlaydi. Shunaqa bo'lyapti. VIPda ham hozir ishlanyapti. 5 million ham, 10 million ham, 20 million ham bor. Standartda ham bor. Har xil, hamma o'ziga ma'qul kelganini tanlaydi. Yaxshi ishlayapti, yaxshi o'sha mani olayotgan joyim yaxshi. O'qishlarni ham tushuntirib berishadi, darslarda ham savol bersak yaxshi. Men keyinchalik buni asosiy ishim qilib albatta u uchun o'sha yetarli aytgan bilim darajasiga o'rganishingiz kerak. Etap-etap o'sha kitobda ko'rsatilgan bo'yicha bosqichma-bosqich olib borishingiz kerak. Shu bu yerda hozir povar bo'lib ishlayman. Direktorimiz aytdilar, harakat qiling, o'qisayman, yordam beraman dedilar. Xonalar qilib beraman, kompyuter qilib beraman. Povar bo'lib qolib ketishingizni aniq qilmayman, o'qisayman, yordam beraman dedilar. Keyinchalik xudo xohlasa asosiy ishim qilmoqchiman. To'g'ri. Hamma harakat qilish kerak va rivojlanishga qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar rivojlanish kelajagiga. Men ishonmagandim boshida. Bunaqa mashinniklar ko'p hozir. Rostdan ham aldanganman bir marta pul tikib. Bunisiga qo'rqib bordim. Anaqa Rustam broker menga pulni tushuntirib berdilar, yaxshilab hammasini. Hozir Xudoga ishlayapti. O'sha ular bergan kunidan beri ishlayapti. Yaxshi kompaniya ekan, ishonchli kompaniya ekan. Shu o'qishlarda, darslarda hamma savollarimizga javob berishyapti brokerlar. Ustozlar javob berishadi. Anaqa javob bermay chiqib ketishmaydi. Hamma savollarimizga javob berib, tushunmaganlarni tushuntirib, ba'zilar 10 martalab savol berishadi bitta mavzu haqida. Shunda ham javob beryaptilar ustozlar. Rahmat aytaman, rosa yaxshi. Shundan ishondim bu firmaga. Keyinchalik asosiy ishim qolaman shu. Xudo xolasa. Sohani Xudo xolasa o'rganib yaxshilab. Qanaqa savolingiz bo'lsa, bemalol yozib ketavering. Support xizmatigami, jonli darsdan yoki savollaringiz yig'ilsa, support xizmatiga savol berib turib yoki o'sha narsani amaliy ko'rsatib bering desangiz, yozib qo'ying daftaringizga. Prям anondan so'rab keting. Jonli dars so'zida shu savol-javobga vaqt berganda so'rab keting. Shu bir xilla 10 martalab ham savol berishadi. Bitta tushunmagan narsani yangilar kirishadi gruppalarga. Yangilarni ham qo'shib, men ham yangi kirganman. Mendan oldin o'qiyotganlarim bor ekan. Shunaqa. Ular bilan hozir meni Gulyopa bor ekanlar, ular mendan oldin kirgan ekanlar. Ular bilgan narsani men ham bilaman уже. Ulardan 1 oy, 2 oydan keyin kirgan bo'lsam ham, ular bilgan narsani men bilaman. O'rgatishyapti yaxshi ustozlar. Harakatingizga yarasha. Hamma harakatiga qarab bizda misol uchun hech kim chiqib ketmaydi. Oldinga 2 yil, 3 yil oldin qo'shilgan odamlar ham bor. Hammasi o'sha bazada yig'ilib, bilimi qayta ketaveradi, ko'proq o'rganadi, ko'proq savol beradi, o'sha natijaga birgalikda olib chiqib ketilaveradi. Ishonchli ekan, Xudoga ko'pchilik aytdi, ishonmang, pul tikmang, slif bo'lib ketadi, pullaringiz yo'q bo'lib ketadi deb. Yo'q, Xudoga yaxshi ishlayapti, pulim har kuni qo'shilyapti. Robotda ham reinvestitsiya qilish hozir ko'rsatib qo'yaman, reinvestitsiya ham qilib ketavering. Misol uchun ehtiyojingiz bo'lganda yechib ham ketavering. Reinvestitsiya qilsangiz u ko'proq ishlaydi. Chunki misol uchun $1000 ga nisbatan bo'lgandan keyin hozir misol $100 qo'shildimi, 1100 bo'lgandan keyin 1100 ga nisbatan ishlaydi. U ko'payadi. Misol uchun $10 ishlatgan joyda $11 dan ishlashni boshlaydi. Keyin 12 dan ishlashni boshlaydi. Shuni hisobiga u oylik hisobda keyin ko'tarilib ketadi. Sizlarga rahmat, shunchalik bizani qo'llab-quvvatlaganingiz uchun, ishinglarning rivojini bersin Xudoyim. Rahmat. Bizga o'xshagan tushunmaganlarga tushuntirayotganinglar uchun, qo'lingizdan kelgancha javob berayotganinglar uchun, shunchalik pulimizni o'rgatayotganinglar uchun bizga shunchalik sohani rahmat aytaman. Ishinglar rivojini bersin. Bundan ham katta yutuqlarga erishib yuringlar. Xudo xolasa. Biz ham sizlar qatori erishib yuraylik yutuqlarga. Rahmat, Xudo xolasa. Gulbahor aka, bu sizga. Rahmat sizga. Xo'p, charchamang, sizga ham rahmat. Ishinglar rivojini bersin. Rahmat sizlarga. Biz shunchalik qo'llayotganingiz uchun, savollarimizni javob berayotganingiz uchun.